Empatiya. Empatiya degani odamlarning his-tuyg'ularini anglash. Ya'ni xijolat olayotganini bilib turasiz. Chunki kitob o'qisangiz 20 ta personaj bo'lsa bir romanda, har bittasini ichki kechinmalarini yozuvchi yozib o'tadi. Bitta kitob o'qisangiz 20 ta odamni rolida o'ynaysiz. Chunki har bittasini ichki dunyosini o'qiyotgan paytingizda Otabek bo'lib ko'rasiz, Xomid bo'lib ko'rasiz, Kumushan bo'lib ko'rasiz. Boyaga Chaytanatni o'qing. Asad degan bo'lib ko'rasiz, Xongirey bo'lib ko'rasiz. Har bittasini kallasiga ichiga kirib chiqasiz. Tushunyapsizmi nima degani bu? Kinosini ko'rganingizda devor bo'lib shunda o'tirasiz. Mana shunday qilib o'tirasiz, bo'ldi. Ichki kechinmalarni bera olmaydi. Yigitlar, sekret aytaman. Eng zo'r kinoteatr nechida hozir? Eng zo'r kinoxona seni aqling. Sen har bitta geroyni, har bitta personajni ichida bo'lasan. Xongireyda fikr qilasan. Chuvrindiga fikr qilasan. Kesse palvonga fikr qilasan.